20 minut vaqtiyli skvorod kelib bo'lsa bo'ldi. Uydagi bor masalliqlarni qo'shib, shunaqa zo'r limonli keks tayyorlaymiz. Ikkita tuxumni chaqib solamiz, ustiga shakar solib, vinchikda yaxshilab aralashtirib olamiz. Ustiga erib turgan margarin yoki sariyog' solamiz, kefir solib, limonni po'chog'ini qirg'ichdan chiqarib olamiz, limon sidrasi solamiz. Ustiga un, razziqli sil solib, bitta massa qilib olamiz. Oxirida limonni o'rtasidan bo'lib, yarimta limonni suvini siqib sovuramiz. Aralashtiramiz. Xamirimiz quyuqroq bo'lishi kerak. Skоворodkaga yog' surib, xamirni solib, ustini qopqog'i bilan yopib, pastdan sal balandroq olovda 20-25 minut pishirib olamiz. Orada qarab turish esingizdan chiqmasin, tegini olish ehtimoli katta. Pishib chiqqan keksimizni sovutib, ustiga shunaqa moloko quyib olamiz va xohishga qarab limon me'atal bilan bezatib olamiz. Bu keksni birinchi marta tayyorlab ko'rdim. Rosa o'yladim tayyorlashdan oldin. Qanaqa chiqargan o'xsharmikin deb, lekin ishoninglar, mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Yoqimli ishtaha, bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ring.